Birinchidan bu holatda yurgizish juda ham qiyin. Yurgizmaganinglar ma'qul, chunki ichidagi kamer deydimi, pokrishkasi deydimi, shu narsasi yirtilib ketadi. Mana bu narsadan bitta bo'ladigan bo'lsa, sizlarda qaranglar, mashinanglar teshilib qoladigan bo'lsa yoki aravanglar balon o'tirib qoladigan bo'lsa, yonni qaranglar. Bu yerda regulirovka qilib olsanglar bo'ladi, necha bar berishini. Bunga kamroq beraveramiz. 8 bar ham bunga normalniy. Bitta bosamiz, ko'tarilishini qaranglar. Bu yog'i bo'ldi. Endi u yog'ini ishiramiz. Ko'tarilishini qaranglar. Bu odam o'zi ko'rsatib turadi, necha bar berayotganini qaranglar. Bo'ldi, yorilib ketmasin. Mana damlab olasizlar, endi bemalol. Mana yengilda, mana bitta qo'ldan olib yursanglar bo'ladi mana. Qaranglar, 50 kilolik semeni bemalol olib yuribdi. Aravani shu narxi 670 ming so'm, apparatimizning narxi 500 ming so'm. Bez batareyka, buni shundoq perkulyatorga tiqib ishlatsanglar ham bo'ladi, tokka tiqib ishlatsanglar ham bo'ladi. Batareyka qo'shib olaman desanglar, отдельный batareyka ham bor. Kim kerak bo'lsa, pastga nomerga murojaat qilaverasizlar bemalol.